Salom, men ismim Nigina. Men bugun birinchi marta vlog olib ko'rmoqchiman. Вот sizlarga mahallamizdan ozgina ko'rsatdim. Biz hozir Floridadamiz. Sizlarga Orlando shahrida joylashgan, o'sha hammamizga tanish Walt Disney dunyosini ko'ngilochar markazi bo'lgan Disney Springs ko'rsatmoqchiman. Bu yerga kirish bepul. Bu joy bizdagi Magic Cityga o'xshash joy, lekin unda ancha katta. Parkovkadan pastga tushiladi liftda. Vlog olishga o'zi ham zo'r kun tanlabman. Dam olish kuni bo'lganiga hamma oilaviy chiqqan. Men xohlaganimda qilib video chiqmayapti. Hamma joyda o'sha yengil atmosferasi, o'zingizlar ham ozgina vibe his qilib ko'ringlar. Keyin davom ettiramiz. Bu joy 4 qismga bo'lingan. Sephora, Coach do'konlaridan boshlab restoran, bar, ko'ngilochar joylargacha bor. Havo shariga chiqish 10 yoshdan kattaligi $30, 3 yoshdan 9 yoshgacha $25. Nima deb o'ylaysizlar, arziydimi? Biz keyingi safar chiqish niyat qildik. Bu safar imkoni bo'lmadi. Qizimiz uxlab qolgan edi. Juda ham chiroyli ham. Qanaqa bo'lar ekan tepadan manzara, ayniqsa quyosh botishiga chiqsanglar bormi? Orada o'tirib shunchaki dam oldik. Morоженое, milkshake degandek. Xuddi juda ham chiroyli qilingan. Shunchaki ko'rib ko'zingiz dam oladi. Yana bir marta tushundim. Bir marta kelish kamlik qilar ekan. Yo shopping qilishga kelishingiz kerak yoki shunchaki dam olishga. Ikkalasi bizda bo'lmaydi. Menga yoqqan tarafi shu kabi konseptlashtirilgan kafe va restoranlar bo'ldi. Dinozavrli, katta qayiq ichida, vulqonli va hokazo. Nomlari yodimda qolmagan kafe barlar juda ham ko'p edi. Va mana o'sha butun dunyodagi eng katta Disney do'konlaridan biri. Ichida kiyimlar, o'yinchoqlar, kostyumlar, uy buyumlari, kitoblar, umuman sovg'aga, o'zingizga olishga bo'lgan hamma narsa bor, agar muxlisi bo'lsangiz. Endi bu yog'iga gapirmayman. O'zingizlar vibe'ni his qilinglar. Oxirgacha ko'rganlarga rahmat. Yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Hali New Yorkdan ham videolar qo'yaman. Sog' bo'linglar.